O'quvchilar, mana bugun sizlar bilan merosga kim munosib mavzusini o'tib oldik. Sizlar bu mavzuni qanchalik tushunganliklarini bilish uchun darsni mustahkamlash qismida shu matn bo'yicha 10 ta dalil keltirib berasiz. Uning uchun guruhlarda ishlaymiz, hammamiz guruhlarda to'planib olamizda va 10 ta dalil fikrlaringlarni aytib turasizlar. Mo'ysafidning 5 ta o'g'li bo'lgan edi. Ularga o'g'rilik, poraxo'rlik, xiyonat, tuhmat qilish gunoh ekanligini tushuntirdi. Kunlar o'tib o'g'lilarini halolligini sinab ko'rdi. Katta o'g'il kenja o'g'liga xiyonat qildi. Kenja oltinni olib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Uni katta o'g'il ko'rdi. Otasiga bo'lgan voqeani aytdi. Kenja o'g'il kech keldi. Keyin hammasi 5 o'g'il xiyonat qilmaslik, poraxo'rlik, xiyonat qilmaslik, o'g'irlik. Mo'ysafid ota kichik o'g'il merosga munosib shahardan tashqari. Mo'ysafidning 5 ta o'g'li bor ekan, o'g'irlik, poraxo'rlik, kishi haqqa xiyonat, tuhmat qilish